Mana shu odamlar keladi-ku, 300 gram, 400 gram go'sht so'rab. Shunaqalar bor, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishingiz yaxshimi? Qanday? Cho'chqa bormi deb so'rab o'tirmayman. Yo'q, so'rash yo'q. Akajon 1 minut. Mana shu yerga qo'yay. Bu yerda 20 ta non, lahmi 140 mingdan, chiroyli zo'r joy, ha? Nimagadir shu lavzingizga vafo qiladigan odamdek ko'rindingiz-da menga. Men hozir sizga pul tashab ketaman. 3 kilo. 10 kilo. Buni yerda 1,5 million. Mana shu odamlar keladi-ku, 300 gram, 400 gram go'sht so'rab. Shunaqalar bor, to'g'rimi? Ana shularga yarim kilodan go'sht qo'shib berasiz, ikkitadan non berasiz. Yarim kilodan 20 ta odamga yarim kilodan go'shtni, ikkitadan non berasiz. Bo'ldimi kelishing? Rulonchi paketchi buni hammasi. Mana shu yerda paketim olib kelganman. Paketchiga solasiz, men o'zim paket qilmaganimning sababi terlamasin dedim. Issiq hozir chiqqan nonda, ha. Bo'ldimi kelishingmi? Shunday. Aka, katta rahmat, ishlaringizga omad. Bo'ldi. Ishondim, shuning uchun keldim. Sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Yosh katta, bechoralarga beramiz, yaxshi insonlarga beramiz. Bu o'ziga tegishli. Ha, rahmat. Ana shu gapni aytmoqchi edim, mana o'zingizda bor ekan bu gap. Biz ham bilamiz kimga kerak siz bilamiz. Mana shu atrofda shunaqa odamlar ko'p bilaman-da. Men o'zim tarafga bersam bo'ladi, lekin u tarafda bunaqa odamlar kam. O'zi qansiz? Men bulvarda. Ha. Nima chiqmasak? Tadbirkor biz. Ha, tadbirkor. Uchta yo'nalish tadbirkorligimiz bor. Shaxs savob ishlar qilib yuramiz. Rahmat, sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Bo'ldi. Rahmat.